esdan chiqarmanglar. Boy bo'lishni bitta yo'li bor. Alloh nima deydi? Hadisi qudsiyda: "Ya abdi, ey bandam, anfiq, sen ber, infoq qil, ihson qil. Unfiqu alayk, senga men beraman" deydi. E'tibor qiling. Meni berganimdan ber demayapti. Avval sen boshla berishni, keyin men boshlayman deyapti. O'zingizni darajangizda ihson qiling, saxovatli bo'ling. Bolani darajasidagi saxovat yeb turgan nonini so'rasangiz berib yuboradi. U bolani saxovat. Qozi Shurayh bir kuni masjidga bir dona piyoz ko'tarib kelibdilar. Sheriklar so'rashdi: "Hazrat, piyoz ko'tarib oldingizmi?" deganda, yo'lda bir kambag'al bir narsa so'rasa, qo'lim quruq bo'lmasin deb ro'zg'orga qarasam hech narsa topmadim.